Alo. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Siz usta emasmisiz? Ha, ustaman. Qarang-da, sizni odamlaringiz menga kuniga 5 marta telefon qilyapti. Siz bilasizmi? Nomerimni Hamma joyda menga telefon qilyapti. Kuniga 5 marta har kuni. Men o'zi charchadim javob berishga. WhatsAppdan ham yozyapti, Telegramdan ham yozyapti, hamma joydan. nomerga yaxshiroq qarab ter demayapsizmi? Men har bittasiga qanday javob beraman? Men sizni sekretarmi deymanmi? Men charchab ketdim, to'g'risida. O'zi mana shu 3-4 hafta oxirgi har kun 5 marta, где-то 4 marta odam telefon qilyapti. Yo siz to'g'ri nomerni yozmadingizmi? Men bilmasam. Qarang, siz to'g'ri tushdingizmi? Qarang. Men bilasizmi qanday tushdim? Ha. Men hozir bu odamga ayting, qani menga o'sha O'stoni nima Instagramni yo biron nimani tashlang-da. U tashagan o'sha yerda oxirida 77 sizniki. Bular menga tiryapti. Ana ko'ringiz, ular o'zlari adashyapti-yu, qarang. Men nima qilsam? Men har bittasiga javob beramanmi endi sizga nima qilib? Protsentlarni berib yuboring bo'lmasa. Mayli, sizga ham oylik chiqarib qo'yamiz. Bu bo'lmaydi-da. Biron nima qiling, yo Instagramingizga ayting, katta yozing. Oxirgi 77 da. Biz o'zi Samarqandda, bular Farg'ona aytyaptimi, qayerda men bilmasam. Andijon. Har kunida bilasizmi? Andijonda. O'sha uchun biron nima qiling, o'sha Instagramingizga ayting, to'g'ri nomerlaringizni teringmi yo bilmasam. Har kuni 4-5 ta nima tushyapti. Bittasi Rossiyadan вообще telefon qilyapti. Biz rozi, qani siz, nimasiz? Nomerga yaxshilab qarab ter deb qo'yasizda. O'shanga aytasiz-da. Bittasi aytyapti-ku, Rossiyadan menga aytyapti. Men mayli aka, biz rozi. Ayam dadam pul jo'natadi, chiripitsami, nima siz usta. O'shani qilamiz. Yo, to'g'risida siz kulyapsiz, ammo har kuni javob beraman siz joyingizda. Bo'ldi. O'shanga. Mayli, xo'p bo'lmasa, biron nima qiling, menga telefon qilmasin. Xo'p, ularning nomidan men uzr so'rab qo'yaman. Da, yo siz kattaroq yozing-da, men bir kunlar